3 xonalik arzonchiroq kvartira so'rab yurgan hurmatli obunachilarimiz uchun aynan shunaqasidan topib qo'ydik. 5 qavatli yangi qishli domni 3-qavatdan 3 xonalik kvartirani sotuvga chiqyapti. Umumiy maydoni 70 metr kvadratdan iborat. Proyekt ikki taraflama proyektga ega ekan. Hurmatli Hamza akam uyni sotaman deb chaqiribdilar. Uylarning narxini 35 ming AQSh dollari baholabdilar. Biz ham arzon video kanali qo'ldan kelgancha harakat qilib, ozgina narxchasini tushirdik deb o'ylaymiz. Aynan ko'rsatadigan uyimizni 31 900 AQSh dollariga baholadik. Videoni ko'rasiz va baho berasiz. Manzilda aytsak, manzil Buxoro shahar, Voynigorodok, ya'ni 8-mikron deysizlar. 8-mikronni bilmaganlar uchun aynan davlat tez markazini orientir qilib kelsalar bo'ladi. Ya'ni 7-mikron bilan protiv domlar. Hurmatli obunachilar, menimcha arzon joy kanali ham qo'ldan kelguncha harakat qilyapti. Bizlarni qo'llaysizlar, quvvatlaysizlar degan umidda biza bugun ro'zaning 13-kuni. Tutgan ro'zalaring ilohim qabul bo'lsin. Uzoqdan kuzatadigan hurmatli hamyurtlarim, oltin boshlaring omon bo'lsin. Oilalaring baxtiga eson-omon kelib olishlik nasib ro'za aylasin. Bizlarni ko'ring va kuzating. Kimnidir sotadigan uy yoki ijaraga uylar bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bog'lanib olishlari mumkin. Kommentariyada ko'pchilik yozibdi ekan, bizning sotiladigan uyimiz bor. Qaysi nomerga bog'lanaylik degansizlar, nomer qoldirganmiz. Bemalol bog'lanib olishlari mumkin. Hurmatli obunachilar, parkovkasi yetarli darajada, kam-kamaqa keng va katta bo'lgan detskiy maydonchasi ham bor, bolalar maydonchasi. Bemalol kichkina to'ylarimiz uchun sharoitlar yaratilgan. Maktab, bog'cha ham stabilniy joyda joylashgan, juda uzoq emas. Hurmatli obunachilar, nasib bo'lsa uyimizni obzorini boshlaymiz. Kvartiramiz umumiy maydoni aytib o'tganimiz 70 metr kvadrat, lekin real xonalari alohida, kamuga sanzillari ham alohida qilingan. Proyekt ikki tarafdan proyektga ega. Zalimiz, kuxnyamiz va spaynimiz bu yerda esa kichkina to'ylarimiz yotoqxonasidan iborat. Xo'p, birinchi ko'rishlari mumkin kuxnya xonamizda. Kuxnyamizda ko'rasizlar, двухкомнатный kotellar joylashtirib qo'yibdilar. Oynalar 2 qavatli akvaplast romlar joylashtirilgan. Oyoqda to'liq laminat qilingan ekan. Endi uyda odam yashamagani uchun e'tibor bermaysizlar, endi jan narsalar tuz yotibdi. Kvartiramiz ko'rasizlar, ikkinchi xonasi. Siz uchun anaqa radiatorchalar qo'yib qo'yibdilar. Perxoshkasi ham juda ham keng va kattagina. Ana bu tarafda zalimiz. Zalimiz razmeri ham ja katta ham emas, ja kichkina ham emas. Menimcha kompaktligina zalga. Razmerini aytadigan bo'lsak, 5 ga bemalol 4 chiqib qoladi. Ana bu qismda alohida bo'lgan sanuzor qismlari. Hojatxona qismi. Ana bu qismda ko'rishlari mumkin. Vanna xonasi va kichkina to'ylarimiz yotoqxonasi. Yo'q, bu yerda jihozda o'zi yo'q. Ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Bu yerda pastda jihozda o'zi yo'q. Xo'p, hurmatli hamshaharlar, uyimiz haqida yana ma'lumot beramiz. Manzil Buxoro shahar, 8-mikron deb kelasizlar. 5 qavatli yangi qishli domda, 3-qavatli umumiy maydon 70 metr kvadratdan iborat. Narxi 31 AQSh dollar so'raladi. Kelishadigan joy ozgina bor. Nimagaki 65 million krediti bor. O'sha pulni ichiga kreditini hurmatli uy egalari yopib beraman deyaptilar. Bizning qo'ldan kelgan mehnatimiz shu. Uy egalari 35 ming AQSh dollar beringlar, kredit yopib beraman dedilar. Lekin biz 31 baholadik-ku, kreditni yopib berasiz deb shart qo'ydik. Menimcha yaxshi variant deb o'ylayman. Videoni yaqinlaringga ulashib qo'yinglar, zero manfaatli bo'ladi. Bitta savob ishga qo'l urgan bo'lasizlar. Arzon joy kanalini kuzatishdan umid qilaman. Ko'rishguncha.